deysizmi? Bu davlat yo'lida aka 44 tonna belgilangan eng og'ir nima? 6 o'qlidan undan ag'iga 44 tonna belgilangan aka. Hozir sizga 3 o'qli, o'qilga nisbatan 9 ta, 26 tonna bo'lish kerak. Tushundingizmi? Siz davlat yo'lida yuribsiz-da, 500 kilo skitkasi bor, o'bishcha 26,5 tonna bo'lish kerak. Tushuntirildimi? Siznikiga aka 26 tonna bo'lish kerak. Hozir yukingiz mana 36 tonnayı 610 kilo ekan. Sizga nisbatan aka ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman. Bunda faqat 10 kuba emas aka. O'sha 4 kuba yo 4,5 kuba bo'lsa, o'shanda 5 kubaga da ruxsat beriladi. O'shanda to'g'ri keladi 26 ga. Qaror bilan tushuntirdim. 18 tonna bo'lish kerak umumiy vazningiz. 14 tonnayı 8-10 kilo chiqyapti. Aka bemalol harakatlanishingiz mumkin. Hujjatlaringiz joyida ekan.